Bo'g'imlari og'riydiganlar uchun kollagenga boy bo'lgan taom tayyorlash ko'rsatib beraman. O'rganib olinglar, kerak bo'ladi. Bitta chiroyli duodan so'ng ishimizni boshlaymiz. Mol tuyog'i, chashka, matalashka va kachalkani yaxshilab yuvib olamiz. Qozonga birin-ketirlikda solamiz. Faqatgina kachalka go'shtini solmay turamiz. Qaynab chiqqandan keyin suvlarini to'kib, yana bitta yaxshilab yuvib olamiz. Ana endi kachalka go'shtimizni ham solib, ustidan suv quyamiz. Qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni olamiz. Bir dona butun piyoz, 3-4 dona sarimsoq piyoz, lavr bargi va murch solib, past olovda 6-7 soat davomida pishirib olamiz. Ungacha bu taom bilan zo'r chiqishadigan chesnokli non tayyorlab olamiz. Toster nonlarni o'rtasidan kesib, gaz listiga taxlaymiz. Ustini duxovkada ozgina qotirib olamiz. Sarimsoq piyozni qirg'ichdan o'tkazib, unga ozgina zaytun yog'idan qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz va tayyor bo'lgan nonlarimizni ustiga yupqa qilib surib chiqamiz. Go'shtlarimiz ham yetildi. Endi uni qozondan olib, mayda qilib to'g'rab olamiz. Bulyondan biroz yog'ni kamaytiramiz va alohida idishga to'kib, qozonni bitta chayib, bulyonimizni setka yordamida qaytadan qozonga quyamiz. Tuz bilan mayda to'g'ralgan sarimsoq piyoz, uni ketidan bo'lsa, to'g'rab olingan go'shtlarimizni solamiz va yana yarim soat past olovda miltillatib qaynatib qo'yamiz. Taomimiz tayyor. Ana endi uni kosalarga suzib, dasturxonga tortamiz. Xohishingizga qarab ustiga to'g'ralgan kashtichdan ham sovorsanglar bo'ladi. Yosh qariga birdek foydali bo'ladigan taom. Erinmasdan albatta tayyorlab ko'ringlar. Flavis ichimliklari bo'lsa, yodingizdan chiqmasin. Har qanday taom bilan juda ham zo'r chiqishadi. Hammaga yoqimli ishtaha.